Boshqa kirolmaydi endi. Ya, nima qilyapsan? Abet bo'ldi, mahallaga uzatgan qiz keladi hozir. Aka, o'zi kelgan-kimi? Ulgurmadik-da ona. Shu singlingni bekor shu mahallaga berdik-da, katta singlingga o'xshab uzoqroqqa bersa qutular ediga. Onamsiz, onajonimsiz, jigarimsiz akajon. Jannat akalar oyog'i ostida akajon. Buningizga kamiga $100 kerak-ku. Qizim, hali pensiya olganim yo'q, lekin pastroqni o'qala. Yuri. Ona, qo'lim olib ketib, qo'l haqqi bering. Men oxirgi pulim shu. Voy, hey. Akajon sadaqa qiling. Hozir sherigizga berib yubordik-ku. Akajon sizlarning uyingizga balo bor. Hozir chiqib ketdi o'sha. $100 bersangiz baloni chiqarib tashlayman. $100 bersak o'zi ketadi-ku. Ona, hozir qiz keladi. Nimaga unaqa deyapsan? Tur chiqyapti, kartochkasi kuydi. Voy, nima qilyapsan, ha? Go'shtni ketsin naryoqqa hozir qizingiz uchib keladi. Aka, darvozamiz quflam qo'li zabordan chiqarga tashlab bering mani. Mayli, kir. Rahmat, tog'a. Onam sizga ovqat olib keluvdim. Kuygan kartochka olib keladi, pishgan go'sht yeb ketadi. Bo'ydoqbek tog'ara qani? Qizingizdan so'rang. Yerga tekkan qiz qayerdan biladi? O bizlarning uyga nima borligini bizlardan yaxshi biladi u qiz. Shu bitta qizni uzoqqa uzatib to'y qilgansizda, yo to'y bo'lsa keladi, yo kimdir tug'ilsa. Hey, katta singling kelyapti. 3 yil deganda. Kamilani ham chaqir singlingni. Baqirsam eshitib, "Kamila!" Baqirmang, shergaman. Uzoqqa bersang kemay kuydirar ekan, yaqinga bersang kelib kuydirar ekan.